Go'zallik, qurbonlik talab qiladi. Lekin aslida bunday emas. Ming afsuslar bo'lsinki, ayrim qo'shtirnoq ichidagi kosmetologlarning qurboni bo'layotganlar soni yildan yilga oshsa oshyaptiki, lekin kamaymayapti. Yaqinda Instagramda bir videoga ko'zim tushib qoldi. Ancha yillik tajribaga ega advokat opamizning videosini sizlarga hozir qo'yib beramiz. Diqqat bilan tinglaysiz. Fotima opa, bu rasmlarni ko'rib to'g'risi etim jimirlab ketdi. Bu jinoyat to'g'risida qisqacha gapirib bering. Demak, bu shaxs, ya'ni o'sha sudlanuvchi hozirda mahkum bo'lgan shaxs o'zi vrach bo'lmasa-da, men vrachman, plastik jarrohlik bo'yicha operatsiya o'tkazyapti. Bunga vakolati, bunga demak malakasi yetmasa-da, shu holat bo'yicha demak qo'shimcha modda sifatida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlikni qo'yish kerak. Sababi, ya'ni u o'zini Instagram'da men vrachman, doktorman deb qo'yapti. Odamlar shunga ishonib, unga pul berib, demak, pichoq ostiga yotyapti. Mazkur holat bo'yicha bulardan jabr ko'rganlar bizani delamizda, jinoyat ishimizda bitta, lekin bulardan jabr ko'rganlar bor. Endi ma'lum bir sabablarga ko'ra, oilaviy sharoitda buzilmasligi, bir ovoza bo'lmasligi uchun ariza bermagan. Bu qilinayotgan holatlar bu operatsiya hisoblanadi, ya'ni plastik xirurgiya. Buni faqatgina vrachlar qiladi. Bizda delada komissionniy ekspertiza bor. Har bir holatiga baho berilgan. Ya'ni bu qilinayotgan narsalar kosmetologiya taalluqli emas, bu hammasi plastik xirurglar tomonidan, malakali vrachlar tomonidan qilinadigan haqiqatdan operatsiya hisoblanadi. Agar orangizda mana shunday jabrlanganlar bo'ladigan bo'lsa, advokat opamizning Instagram profillarini belgilab o'tamiz. Murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunday firibgarlarga ishonib aldanib qolmang.